klinika, hostel va bog'cha qilaman degan akalarimiz va opalarimiz uchun eng zo'r takliflardan biri. O'rtoqlar, bunaqa chiroyli landshaftga ega xonadonlarni kamdan kam ko'rasizlar. Juda ham shikarni qaranglar. Yangi Hayot tumani, Olchazor mahalla, yo'l yuzidan bor yo'g'i 100 metr masofada ikkinchi liniyada joylashgan uglovoy 6 sotuv maydonga ega hovlimizni yashash maydonlari 375 kvadratdan iborat. Ushbu xonadonimizni pridomovay territoriyasi juda ham katta, o'zini ekosistemasiga ega o'rtoqlar. 4 ta narujnoy parkovkamiz mavjud, yo'llarimiz juda ham keng, mahallamiz tinch va osuda. To'g'ri burchak hajmga ega yerimiz o'rtoqlar, formasi juda ham chiroyli. 5 ta mashinaga mo'ljallangan vezga ko'zinglar tushadi. Tapchanli zonalarimiz, o'zini mehmonxonasi ham mavjud. O'zini go'zal yashil hududlariga ega o'rtoqlar, umumiy maydoni 6 sotuv maydonga ega, yashash maydonlari 375 kvadratdan iborat. Eng zo'r fishkalardan biri 10 ta yotoqxona hosil qilish imkoniyatlari mavjud. Ushbu obyektimizning sotuv narxi 450 ming AQSh dollari belgilandi, ya'ni sunnatga muvofiq kelishiladi. Arenda, ya'ni ijaraga qo'yilish narxi bo'lsa 2,5 ming AQSh dollari. Barcha mebel va texnikalar qoldiriladi. Sizlarga eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar. Xonadonimizda barcha qulayliklar va sharoitlar qilingan, kommunikatsiya va kanalizatsiyalar ham o'tgan o'rtoqlar.